Talibanlar Afghanistanның ko'p qism joylarini kontrol qilib, ishlar sal tinichlangandan keyin kichik bir to'p kishi shimoldan mozar şərifkə yig'ildi. Bir yoki ikki odam sifatida uyga kirgan bu guruh kishilarning diqqatini tortishni xohlamadi. Bu kishilar shahardagi Uyg'ur mahallasining peshqadamlari edi. O'xshamgan shaharlardagi oila a'zolarimi Skype orqali ularga qo'shildi. Uyda qo'rqinch bor edi. Munozara temasi faqat bu davlatdan qochish mumkinchiligi edi. Halbuki Uyg'urlarning yana bir qo'rqinchi bor. Xitoy hozir bu rayonda texmi jonlandi. Amerikalik bir yuqori darajalik harbiy amaldor jiddiy turda yadro qurollari bilan qurollanayotgan Xitoy pat yaqinda Rossiyadan eshib, Amerikaga nisbatan eng chong yadro tahdidi bo'lib qoladi dedi. Grenlandiyada tadqiqot ilib berishga atlangan olimlar tasodifiy holda yer sharining eng shimolidagi orolni bayqadi. Egillanishicha, bir tadqiqot guruhi avrishga yig'ish uchun 1978-yili bayqalgan va bugunga qadar eng shimoldagi orol deb atalgan Odaoqqa qarab yo'lga chiqqan. Ular Odaoqqa qadam bosganligini o'ylab turganda, bu yerning yangi bir orol ekanligini bayqagan. Xitoyning o'lkasi Dalيەن shəhərində ko'p qavatlik bir binoda o't ofati yuz bergan. İctimai taraqqularda ham bahirlangan suratlarda egiz binoning atrofidagi o't yalqinlari ko'rildi. Egillanishicha, oz deganda 30 o't o'chirish mashinasi va 100 o't o'chirish xodimi o't o'chirish rayoniga avatilgan bo'lib, binoning energiya va tabiiy gaz ulanishi uzib etilgan. Kabuldagi o'zini qo'shib portlatish vaqasida qazo qilganlarning soni 183 ga yetgan bo'lib, Talibanlar shahardagi bexatarlik tadbirlarini kuchaytgan. Yana bir tarafdan xalqaro bexatarlik manbalari TRT xabar bilan suhbatlashganda Kabulda o'zini qo'shib portlatish xarakterli hujum bo'ladiganligi to'g'risida axborot topshirib olganligini aytgan. Amerika prezidenti Joe Biden bo'lsa, kelgusi 24 soatdan 36 soatgacha Kabul aerodromining yana bir qatim hujumga uchrash mumkinchiligi haqida ogohlantirdi. Iroqda o'tkazilgan Bag'dod hamkorlik yig'ini poytaxt Bag'doddagi hukumat saroyida boshlandi. Yig'inga Turkiya tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu, Fransiya prezidenti Macron, Qatar amiri El-Sani, Misr prezidenti Sisi, Kuvayt bosh ministri El-Sabah, Iordaniya podshohi 2. Abdullah, Arab birlashma xalifaligining muavin prezidenti va Dubayning amiri El-Maktum, Arab birlashmasining bosh kotibi Abu Gayd, Dengiz qo'ltiqi hamkorlik kengashining bosh kotibi El-Hojirov va Islom hamkorlik tashkilotining bosh kotibi El-Usaymin qatorliqlar qatnashdi. Egillanishicha, klimat o'zgarishini keltirib chiqaradigan atmosferadagi parnik gazining quyuqligi 2020-yili 800 ming yildan buyongi eng yuqori saviyaga yetgan.